Olimlar tosh asri million yoki necha ming yil oldin o'tib ketgan deyishadi. Lekin men ayrim odamlarning toshdek qalblariga qarab, bu gapga ishongim kelmaydi. Tosh asri tugamagandek tuyuladi. Bir kishi o'z singlisi bilan yuz ko'rmas darajada arazlashgan ekan. Uzoq yillar davomida aka-singil begonalardek yurishgan. Vaqt soati kelib, singil qazo qilganida aka Fotihaga bormoqni ixtiyor etibdi va bu harakatini o'likning hurmatini qilib qo'yish kerak deb izohlabdi. Ajab. Ming bor ajab. Durust. O'likning hurmati bor ekan. Ammo tirikning hurmati-chi? Hayotda shunaqasi ham bo'lar ekan. Yana kimdir qo'li hamma yoqqa yetadigan, pul bilan omon qolsa, shu odam o'lmas edi deydigan bir odam, chindan ham u o'lmay qolishi, hayotda umrguzaronlik qilib yurishi mumkin edi. Biroq o'zi xohlamadi. Oxirat safari bilan hammani hayratga solib, ko'pchilikning ko'zini ochib ketdi. Nima bo'lgan edi o'zi? Alloh u kishiga bir dard yubordi. Tuzalib oyoqqa turib ketishi uchun qon quyish kerak ekan. Biroq uning qoni noyob qon guruhlaridan biri bo'lgani uchun har qanday donorning qoni to'g'ri kelavermasdi. Donor qidira boshlashdi. Nihoyat shunday odam topildi. Xayriyat. Biroq u o'z qoniga juda katta pul so'radi. Bemorning yaqinlari so'zsiz aytilgan pulni beradigan bo'ldi. Biroq donor buncha pulni haqiqatdan ham berishadimi yoki yo'qmi deb ikkilandi va pulni oldindan talab qildi. Buni eshitgan bemor keskin bosh chayqadi va donorning qonidan bosh tortdi. Qonimni u ziqna, xasis odamning qoni bilan bulg'amayman. Unga o'xshab qolishdan qo'rqaman dedi va o'limni afzal ko'rdi. Bor gap shu. Bir kuni Imom Azam hazratlari yo'lda ketib borayotgan ekanlar, qarshilariga ko'zi qonga to'lgan buqa kelayotganini ko'rib, tezda yo'l bo'shatdilar. Buqa o'tib ketdi. Shunda do'stlari va atrofdagilar, "Hazrat, nima uchun buqaga yo'l berdingiz? Uni turtib, surtib qaytarib yuborsak bo'lar edi-ku" deb so'radilar. Imom Azam hazratlari shunday javob berdilar: "Yo'q, unda kuch bor, bizda esa aql." Bu voqeadan shunday xulosa chiqaramizki, Imom Azam hazratlari shu uslub bilan insonlarga ko'zi qonga to'lgan, aqliga egalik qila olmayotgan odamlar bilan tortishmaslik naqadar go'zal hikmat ekanini isbotlab berganlar.